Rais qoching i. Assalomu alaykum. Bugun sizlarga Cobalt avtomobiliga 90 litrlik metan gaz ballonni oldi jihozlariga 4-paketlanasini qanday o'rnatishlarini va qanaqa jihozlar o'rnatilishini jarayonni ko'rsatib beraman. Cobalt avtomobilimizga 90 litrlik 4-paketli оборудованиemiz necha pulga tushishi va necha kilometr masofani bosishini bilmoqchi bo'lsangiz, bu videoni oxirigacha kuzating. Avval metan gaz ballonni joyini tayyorlab olamiz va mustahkam chanaga chiroyli qilib o'rnatib beramiz. Reduktorimizga keladigan bo'lsak, original sifatli X reduktorimiz sifati juda ham yaxshi. Va farsunkasi italyanskiy 2 ohmlik Tesco farsunkalarimizdan mana sifati buni ham juda yaxshi sifatga ega. Buni aytgancha birga bir kopiyasi, ya'ni Xitoy varianti, poddelka varianti ham bor. Narx-navosi o'zgaradi. Agar kimga kerak bo'lsa, shu sifatli xizmatlarimiz bor. Bu Cobalt avtomobilimizga kompyuter bloki, ya'ni miyasi Yevropa gaz brendi, markasi Basico 24x4 juda ham yaxshi sifatga ega kompyuterlarimizdan qo'llanmasi kafolat taloni 1 yil kafolati bor. Mana shu jihozlarimizga. Hammasi sifatli jihozlar. 90 litrlik metan gaz ballonimiz qopda turibdi, plombada yangi reduktorimizni o'rnatish jarayoni. Mustahkam qilib o'rnatib beryapmiz. Yangilangan Cobalt avtomobillarimizga, ya'ni MCM Cobalt avtomobillarimizga motor qismiga va korobka qismiga programmalarimiz bugundan endi mavjud. Bemalol xizmatimizdan foydalanishingiz mumkin. Mana ballon o'rnatish uchun chanalarimizni tayyorlab olyapmiz. Azizlar, mana bu yoqda ham ichkarida har turli avtomobillarimizga metan gaz ballonlarini o'rnatib beryapmiz. Tashqarida Matiz 65 litrlik metan gaz ballonni o'rnatib berdik. Bu yoqda Shinray, ya'ni yo'lovchi tashish uchun mo'ljallangan avtomobillarimiz. 4-paketli oldi jihozlari, balloni bitta 65 talik, bitta 30 talik o'rnatib berilyapti. Kimga qiziq bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Mana farsunkamizni yigitimiz, ustamiz tayyorlayapti. Matiz avtomobilimizga oldi jihozlarini o'rnatish jarayoni 3-avlod gaz jihozlari bilan o'rnatib beryapmiz. Ustalarimizni qo'li dard ko'rmasin. Bizning ishxona Yevropa gaz, ya'ni katta yo'lning bo'yida joylashganmiz. Cobaltimizga kulchatil qismini o'rnatish jarayoni. Mijozlar qayerga desa, o'sha joyga o'rnatib beriladi. Bu Cobaltimizga bagaj ochish knopkasi va haroratni ko'rsatib turuvchi elektronli tablolari bilan o'rnatib beryapmiz. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ballonimizga kranni qotirib qo'ydik. Mustahkam qilib qotirdik. 90 litrlik ballon. Metan gaz ballonni chiroyli qilib, mustahkam qilib bagaj qismiga, mustahkam chanaga chiroyli qilib qotirib beramiz. Ballonimiz o'rnatildi, azizlar. Damas avtomobilimizga ham 65 litrlik metan gaz ballonni o'rnatib beryapmiz. Dilshod ukamiz reduktor joyini to'g'rilab, tayyorlab olyapmiz. Cobaltimizga kalibrovka qilish jarayoni ketyapti va programmasi bilan. Azizlar, mana shu Cobaltimizga o'rnatilgan eng yaxshi sifatli komplekt jihozlarimiz bilan
4.400.000 ga hamma programmalari bilan chiroyli qilib o'rnatib berdik. Bundan ham arzon variantlarimiz bor. 3.600.000 ligi bor, 3.800.000 ligi bor. Hammasi sifatli, yaxshisi jihozlar o'rnatiladigan bo'lsa, 4.400.000 ga o'rnatib beramiz. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, videomizga like bosing, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying.